Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun Gollandiya parlament binosining oldida yolg'iz kishilik turish shakillik yana namoyishning birinchi kuni men bu yerga Xitoy tajovuzchilarining Sharqiston ilayotgan qirg'inchiliklarni shundaqla hozir shu vatan bo'layotgan ishlarni aksariyatga rasmlarni ham Gollandiya parlamentga kirish yig'isi o'shaning oldiga qo'ydim. Xilici qadamlar keldi, ko'di, ba'zan faqat Uyg'urlar bilmaydiganlar bor ekan. Ba'zanlar qalqa Uyg'ur odamlar bilir ekan Uyg'urlarning ahvollarini, lekin hozirgidek vatanda necha million Uyg'urniki, Xitoyniki o jazo lageriga sulanganligini o to'g'risi hayvon chiqib bilmaydi ekanda, u bir narsani bir tushundirdi, mana rasmlar bor mana yerda. Rasmlar narsani ko'rsatdik. Ana yana biz eng qiziqqan yeri hamda mana Sharq Turkistonda yerda nimasi bor? O isimni qat'iy anglab baxmaganligim dedi. Endi men dedim akam Sharq Turkiston degan isim 1949-yildan ilgari bor deb bo'lsa, mustaqil bir davlatga Xitoy tajovuzchilari 49-yil beskirib 55-yil kelganda bu ismni o'zgartirib Xinjiang deb yangi ismni buni qo'llandi. Bu Xinjiangda ism yangi zaman degan ma'noda deb haqida hayron qoldi-da bularma ko'rapmanda. Ya aşağıda bir isminin bağlılığını Uygur'niki aşağı yerdeki bir milletliklerini bir düşendiyordu bana bu dersler. Bundan başka yolda ötekerken seyahatçiler geldi. Yani bu parlamentinden sonra bazı devletlerdeki elçiliklerim kilirdik ya bu yerge. Bir içki devletlerdeki elçiliklerim maşinine düşüp ve bana kerkeş köyde de yani bulanırdı. Vay bunu demiş dursan bu yerde. Yani evvela kısmı sözde düşendiyordu. Düşendirip benimle kısa yapıyordu. Bazen de resimler bir yol oldu. Resim çıkıyor bir yerde resim kaçırsak bunu olmaydı. Siyasi toplumda biz özümüzle videoluk resimlik kılıp her kaçta torbek aparat vasıtalarında ilan kılıp koymayız bu nesneleri de ona ilan kıldı. Çıkıp alı yakşı oldu hem de yavaşı. Ertesi geldik ki müşahede turmen ertesi öğün çıkıyor ertesi saat 8:20 saat 5 geçecek. Ben bu yan 3 günlük aldım yani de hem de yalnız küçükten başka çıkardı. 3 günlük Hakim Cübek'in yani normal Gollandiya'daki Amerika konsolosluğunun olduğu da o yerler namaşı katılımlar Şembe günü Amsterdam'da Dam Meydanı'nda yani her izçil alda Şembe aşağıya çıkıp okşaş usulda bunu kırılan o teşvikat varakları azrak kapıdan kaldı teşvikat varakları ettim. Şu teknik köp miktarında lozunglarını koyaş arkalıp Xitoyning zulmini texnik köpek anıltımı çıkardılar kızıktı. Texnik çıkara kaç küçüklerini verse dedi. Hakem bosta teşvikat varakları okup kalsın şunu nimpesan da teşvikat varakları kazanıp işleyemiyoruz. Bu daimiz patlarda teşvikat varakları kırıp onu takılıyoruz. Ben de bugün etigende şu bizdeki Gollandiyadagi qarindoshlarımızla qanday urushdigan şu Amerika'nınki paytaxtida Salih Xudoyorninki başlagan namoyishni qo'llagan 9 kun namoyishga Washingtondagi Amerika elchixonasi qatnashib hozir bu yerda bizniki mening do'stim Abdurahim G'anininki oldin qatda Amsterdam Dam maydonida qilgan namoyishga qo'llab endi bordim. Bugun bundan haqda ama ikinci kamera mana Gollandiyadagi Yakovmayda bütün dünyadaki şu Birleşmiş Milletler Teşkilatı insanların insan hak huquqlari to'g'riliq muzokara qilingan va Xitoy davlatiga besim qilamdiq qilmam deydigan muzokara qilingan buni shundaq yerlarga kim namoyish yaxshi kutdi bir vaqt sal ilgari bu yerda Toyojimniki yana bir Seljuk Öztürk bilan ko'rishga rasmini bu yerdagi masalan Gollandiya parlamentidagi ikinci kamerdagi bir milletvekili bu adamniki bu yerda rasmini ko'rdim. Hem de bazen bir qarindoshlar men hozir qadar o'zimniki oilam va turmushim to'g'riliq gap qilmadim. Chunki masalan Abdurahim og'aynimiz bu yerda mening oilam o'ldimi, hayotmi, xabarini ber degan bu uchun qilyotdi. Ba'zi odamlar mendan so'raydi, men hozir masalan desek hamda o'zim oilam to'g'riliq bir yig'iz gap qilmagan deb qisqa gap qo'yay. Men bu yerda Abdurahim og'aynimizniki buni ushlab oilam hayot o'ldimi, bunday chiqishini men qalbimni qo'llayman, quvvatlayman. Dunyoning har qanday yerlardagi qarindoshlarniki o'sha tuturgan davlatlarni oldirib berib mening oilam nerede manga mesel Ukrayna manga bunda bir Xitoy gaplashib bunda ish umid qilaman. O'zim oiz kelgan bo'lsam men 11 yildan yangi oilam bilan telefon aloqam yo'q, ko'rishim yo'q. Hozir qadar 11 yildan yangi tuqqanlarimning ovozini anglab baxmadim. Faqat lakin Amerikadagi bir ochamdan tuqqanimiz avubdi, mavubdi, uylabdi deb anladim, qolganini bilmayman.
bu dava muşunda bir dava. Şunga bazen bir ahmak, akılsızlarınki senin ailen nerede, senin de çıkmaysa diyen gibi geldi. Kısa cevap için layık taptım. Ben 11 yılın yankı ailemi görüp bakmadım. Memnun bir şeyde oturup ben yıllarca tepki vatıma çünkü akılsızlar chet el til bilmegandeken, Uyg'urcha boshqa til tushunmagandeken mening nenda orqali ashar joylaydi. 11 yilni yanqa men tepki vatıma. Men bu albatta mesela şu birdamdagi o'tirib inglizcha deyman, mesela şu şeyga o'tirib. Şu üzemdeki 11 yil yanqa ailemdeki ya olmaydı, onu ilgirab manğanmasak mening cho'ng dadamniki ma şu tajovuz Xitoy tarafidan itib o'ltirganlik ailemizde muşlar bir işleri var bizninki, ailemizniki. Biz inqilobchi bir aile. Şu yerde bazen bir alıp bilinəsi bilmeye qalğan, düşünmeye qalğan qarindaşlarga nasihat veriş ve akılsızlarınki fikirleriga radiya qilishdi bu gapni quvvatıma. Xulasa 11 yildan yanqa mening akam, acham urug' tuqqanlardan hech qanday bir ovozdan anglab baxmadim, ko'rishim baxmadim. Endi bu dava asan dava emas. Bizning yaşatımız bir odam, ko'nglimiz yerim bo'ldi, qayg'urimiz. Lekin davoyimiz uzun ko'rgan so'rgan bir dava, davoyimiz hissiyatli dava emas, davoyimiz siyosiy dava. Şuna ben kısa düşünce bir baktım. Bu olsa şu Abdurrahim Gani qarindoshimizni qo'llab dam maydonda bu olsa en bo'lmagan taqdirimda hisob kelsa suv akilib mushta bir tashviqotlarda qo'llab qarindoshlarniki har qanday yerda qilish uchun qo'yma rahmat. Gap qo'ygan bir gapim hamda men buningga yolg'iz chiqdim. Uchinchi qatim hamda o'zimning ota-onasiniki urug' tuqqanlarniki izdirgilik qilib men Gollandiya podshosiga bosh vazirga Qashqishlar ministerligiga shundaqla Üzem Turizm şəhərinin şəhər başlig'iga bu haqda yozgan xatimni aytganlik sunaman mumkinmanda. Bo'lsa dunyoning har qaysi Uyg'urlar birlashib qolamizmi, ayrim-ayrimdan birdan ikkidan chiqib o'z turayotgan davlatdagi parlament binolarining hukumat binolarining oldiga kelib, ota-onam urug' tuqqanlarim bormi, hayotmi, o'ldimi yo Xitoyning jazo lagerimi degan bu lozunglarni ko'tarib shu yerlarda aşağı müşteri memnuniyet etmiş şekilde bir namayiş kılsa, dünyanın hem yer Uygur bir kozgalsak, bununki bir nimsi bulu da faydası bulu da parayma, patikan yani bir oylagan bir planlarımız var, çünkü şey planlarımızdan bazıları gözüken akılları var çetenliklerindeki, şu doğrusu bir yeni planın patikanda onu oturup koymayız, o doğrusu başkalarına tevellendirmiyor.